Tasavvur qiling, yuqori sinf o'quvchisi butun chorak davomida egallagan bilimlarini tekshirishga qaratilgan imtihonga keladi. Oradan ko'p o'tmasdan bu imtihon javoblari ham yetib keladi. Bu javoblarni uning sinfdoshi ham emas, o'rtog'i ham emas, oila a'zolari ham emas, balki o'sha fanning o'qituvchisi yetkazadi. Hayron qoldingizmi? To'g'ri, bu muammo barcha maktablarda ham bor deyishdan yiroqmiz, lekin biz uchun nisbatan yangi bo'lgan bu baholash mezoni o'rnatilgan aksariyat maktablarda ahvol mana shunday. O'qituvchini o'z prinsiplariga, qadriyatlariga qarshi ish tutishga o'rgatayotgan, undayotgan bu baholash mezoni BSB va CSBlardir. Afsuski biz bu yangi tizimni ham o'zbekchalashtirishga ulgurdik. Assalomu alaykum. Bugun biz ta'lim sohasida biz muammo sifatida ko'rayotgan ana shu masala haqida fikrlashmoqchimiz. Shu maqsadda studiyamizga ta'lim bo'yicha ekspert, pedagog Komil Jalilovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Mavzuni shu savoldan boshlasak, chunki bizni har xil yoshdagi ota-onalar ko'rishadi, o'qituvchi bo'lmaganlar ham ko'rishadi. CSB va BSB o'zi nima ekanligi haqida gapirib o'tsangiz. Bir necha yil oldin Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi yangi baholash tizimiga o'tamiz deb e'lon qildi va buni mezonlarga asoslangan baholash tizimi deb nomladi. Va bu yerda o'sha siz aytgan CSB, BSBlar, CSB bu choraklik summativ baholash degan jumlaning qisqartmasi birinchi harflardan olingan. BSB esa bob bo'yicha summativ baholash degan jumlani qisqartmasidan olingan. Ya'ni choraklik summativ baholash mana maktablarda bilasiz, o'quv yili choraklarga bo'linadi. Har chorakning oxirida o'quvchilar topshiradigan kichik bir imtihon. BSB esa mana har qanday fanni o'qitishda o'sha fanni mavzulari boblarga bo'linadi. O'sha ma'lum bir bobni yakunlagandan keyin topshiradigan bir imtihon turi. Ya'ni o'sha maktab o'quvchilari o'sha ma'lum bir fanni o'zlashtirayotganda har o'sha bobni tugatganda va chorakni tugatganda qandaydir bir test shaklida yoki boshqa shaklda imtihon topshiradi va shu orqali baholari yig'ilib boriladi. Ya'ni CSB, BSB mana shu tushunchalarning qisqartmasi. O'zi nima maqsadda joriy etilgan deb o'ylaysiz buni va bugungi kunda O'zbekistondagi nechta maktabda joriy etilgan? Boshida 500 ta, keyin 1000 ta maktabga joriy qilindi. Hozir adashmasam 1,5 mingta maktabga joriy qilingan, balkim adashayotgan bo'lishim mumkin. Va bu tizim joriy qilingan maktablar ko'lamini kengaytirish mo'ljallangan. Nima sababdan joriy qilindi deganingizga keladigan bo'lsak, misol uchun mana tasavvur qiling, har xil maktabda deylik bitta fan o'qitilyapti. Mana misol uchun deylik ona tili adabiyot yoki chet tili yoki boshqa bir fan. Misol uchun har xil maktablarda o'qitilayotganda o'qituvchi tabiiyki o'quvchilarni baholayotganda u baribir har qanday o'qituvchi bir sinfni umumiy nimasiga qaraydi, darajasiga qaraydi, boshqa faktorlarga qaraydida va baho u yoki bu darajada subyektiv bo'ladi. Ya'ni bitta maktabda misol uchun o'quvchi 5 ga 5 doim qaysidir fandan doim 5 baho olib yuradigan bo'lsa, uni 5 bahosi bilan deylik boshqa maktabga o'qituvchi qo'ygan 5 baho teng bo'lmasligi mumkin. Ya'ni deylik ikkalasini o'sha ikkala aslida masalan unda ham bunda ham 5 baho olib yurgan o'quvchini bilim darajasi teng bo'lishi kerak, chunki bir xil baho olyapti, lekin aslida reallikda unaqa bo'lmasligi mumkin. Endi vazirlik aytayaptiki, mana shu narsani tenglashtirish maqsadida, ya'ni obyektiv bir kartinani ko'rish maqsadida va o'sha haqiqatan deylik bola 5 olayotgan bo'lsa, o'sha 5 ga javob beradimi? Bir maktabda qo'yilgan 5 bilan boshqa maktabda qo'yilgan 5 yoki 3 yoki 4 baholar tengmi? O'sha narsani ko'rish maqsadida joriy qilinyapti degan bir izohni berishadi odatda. Bu CSB, BSBlar o'rnatilishdan oldin qanaqadir tadqiqotlar o'tkazilganmi? Bilishimcha yo'q, mana bu tizim o'sha Qozog'istondan olingan. Ya'ni Qozog'istonda shunga juda ham o'xshash tizim amal qiladi. Bir necha yil oldin joriy qilingan. Endi mana o'sha bu tizimni joriy qilganlar o'sha Qozog'istonga borganda ko'rib qolishganda va yoqib qolgan nimagadir. Va o'sha Qozog'istonda ham bu narsa joriy qilinganda juda katta qarshiliklar bo'lgan ota-onalar tomonidan, mutaxassislar tomonidan, pedagoglar tomonidan juda katta qarshiliklar bo'lgan, lekin qarshilikka qaramay joriy qilingan.
hali ham bor bu tizim ularda va hali ham o'sha pedagoglar bong uradi bu tizimni noto'g'riligi, bu tizimni bir jiddiy muammolarga olib kelishi mumkinligi haqida. Lekin Qozog'istonda bitta joyi, Qozog'istonda baribir mana bizda Qozog'istondan ko'chirayotganda bizda bir ikkita o'sha ichidagi detallari borda, muhim detallari o'sha o'zgartirilgan. Ya'ni Qozog'istonda nisbatan to'g'riroq ishlaydi bu tizim. Masalan, ta'lim sohasida ilm qilayotgan insonlar borda, olimlar bor, to'g'rimi? Tadqiqotchilar bor. Ularni yig'ib turib, bir 100 talab olimni yig'ib turib, biz mana shunaqa baholash mezonini joriy etmoqchimiz O'zbekistonga. Mana bu bo'yicha mana sizlarga masalan 10 yil muhlat yoki 5 yil muhlat. Shu siz tadqiqot olib boring, biz qanaqa tartibda mana shu baholash mezonini o'tkazishimiz kerak yoki mana shu Qozog'istonni biz olib kirmoqchimiz. Bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb mana shunaqa masalalar qo'yilganmi? Ular tadqiqot olib borganmi? Mana dastlab bu tizim o'sha 500 ta maktabga joriy qilingan tajriba sinov sifatida. Men bu bo'yicha material tayyorlaganimda boshidagi 500 ta maktabdagi pedagoglar, ota-onalar bu tizimning muammolarini aytgan. Ya'ni o'sha tanasida his qilib vazirlikka aytgan, to'xta, mana bu joy noto'g'ri ishlayapti, mana bu joy mana bunaqa oqibatlarga olib kelyapti deb aytilgan. Lekin hech kim quloq solmagan bu narsalarga va bu tizim keyin o'sha 1,5 mingta maktablarga joriy qilindi va hech kim o'sha normal tadqiqotlar qilmaganki, to'xta, mana shu 500 ta maktabga ta'siri qanaqa bo'ldi, qanaqa oqibatlarga olib keldi. Masalan, o'sha tadqiqotchilarni yuborib, masalan, bolalarni kuzatib, bolalar bilan gaplashib, dars jarayonini kuzatib, o'qituvchilar bilan gaplashib, masalan, juda yaxshi tadqiqot qilsa bo'lardi-da. Va mana shu tadqiqot asosida deylik, o'sha tizimni joriy qilish kerakmi, kerak emasmi? Joriy qiladigan bo'lsa, qaysi joylarni tuzatish kerakki, yaxshi samara bersin deb, ya'ni ilmiy asoslangan holda qilish imkoni bor edi, lekin nimagadir biz bu yo'ldan bormadikda, boyagi ura-ura va chiroyli kartina hosil qilish yo'lidan bordik. Ota-onalar o'sha o'tgan yili esingizda bo'lsa, Mening fikrim degan portalga petitsiya joylab, 10 mingdan oshiq ovoz yig'ishdida bu tizimni bekor qilinishi bo'yicha va bilasiz, qonunchilik bo'yicha 10 mingdan ortiq ovoz yig'gan bo'lsa, bu tegishli bir Vazirlar Mahkamasi yoki Oliy Majlis tomonidan ko'rib chiqib javob berilishi kerak. Lekin mana bu narsa mana adashmasam o'tgan o'quv yilining oxirida bo'ldi. Ya'ni ota-onalar mana shu 10 mingta ovoz yig'ishga erishdi. Lekin na Vazirlar Mahkamasi, na Oliy Majlis bu borada biron bir fikr bildirmadi. Misol uchun petitsiyani ko'rib chiqdimi, ko'rib chiqmadimi, ko'rib chiqmagan bo'lsa nimaga ko'rib chiqmadi, hech qanday bir keyingi bir qadam, keyingi reaksiya bo'lmadi. Men nima uchun bu petitsiya haqida esladim? Chunki bu petitsiyani qabul o'sha qo'yilishi va shuncha ovoz yig'ishi bu muammoni ko'lamini ko'rsatadi-da. Ya'ni haqiqatan bu real muammo bor maktablarda va ota-onalar orasida bu muammo bor. Hatto shunaqa bo'ldiki, men shaxsan taniyman bir qancha ota-onalarni, ular o'sha vazirlikni sudga bermoqchi bo'ldi bu masalada. Ya'ni o'sha maktab o'quvchilariga, ularni farzandlariga bu tizim ziyon yetkazyapti deb vazirlikni sudga bermoqchi bo'ldi. Faqat afsuski, bilasiz, bizda baribir ayrim sabablarga ko'ra hamma ham o'sha davlat organi bilan sudlashishni xohlamaydi va bu ishni bir olib boradigan advokat topishmadimi yoki boshqa sabab bo'ldimi, xullas qolib ketdi. Muammo shundaki, bu yerda baholash o'zini funksiyasini bajarmayapti-da. O'zi nimaga asoslanib baholanyapti? Standart o'zi bormi? Standart o'zi bormi degan bir juda yaxshi savolni ko'taryapsiz-da. O'zi aslida mana ta'lim tizimini har qanday bir davlatni miqyosda olasizmi yo alohida olingan bir ta'lim muassasasi miqyosda olasizmi? O'zi ta'lim tizimi 3 ta narsani ustiga quriladi, 3 ta asosiy bir fundament ustiga quriladi. Bu maqsad, ya'ni biz nimani o'qitmoqchimiz? Bu o'sha standart, o'quv dasturlari, o'quv rejalari, bu hammasi mana shu hujjatlarda aks etadi. Ya'ni biz nimani o'qitmoqchimiz, nima maqsadda shu narsani o'qitmoqchimiz. Ya'ni maqsad belgilab olinishi kerak. Keyingi fundament bu metodika, ya'ni biz qanday o'qitamiz? Buni ichiga o'sha metodika kiradi, o'quv anjomlari, darsliklar, kitoblar, hammasi, o'sha o'quv muhiti hammasi kirib ketadi va keyingi muhim fundament bu baholash. Ya'ni biz o'sha qo'yilgan maqsadga erishdikmi yo'qmi, baholashning funksiyasi o'zi mana shu narsani ko'rsatib berish. Ya'ni biz mana maqsadni o'sha boyagi hujjatlarimizda, standartlarda bir qandaydir maqsadni belgilab qo'yamiz, to'g'rimi? Misol uchun o'quvchi deylik 7-sinf oxiriga borib mana bu ko'nikmalarga ega bo'lish kerak, 10-sinf oxiriga borib mana bu ko'nikmalarga ega bo'lish kerak degan bir narsalarni belgilab qo'yganimizdan keyin baholashning funksiyasi
biz qay darajada shu maqsadga erishdik, qay darajada haqiqatdan o'quvchi shu narsani qila olyapti yoki qila olmayapti, shu haqida ma'lumot berish, shu haqida signal berish. Baholashning funksiyalaridan bittasi mana shu. Standart yo'q. Maktab o'quvchisi mana 1-sinfga kirgandan 11-sinfni bitirib chiqquncha nimalarni o'rganish kerak, qanaqa bilim ko'nikma bilan maktabdan chiqib ketish kerak. Biz o'zi mana 11 yillik majburiy ta'lim ni bitirgan o'quvchini portretini qanaqa shaklda tasavvur qilamiz? U jamiyatga qanaqa inson bo'lib kirib kelishi kerak? Mana shu savolga javob beradigan aniq bir hujjatimiz yo'q. Nimaga bu hujjat yo'q desangiz, mana 2022-yilda Milliy o'quv dasturi joriy qilishi boshlangan edi. O'sha paytda prezident farmoni qabul qilindi. O'sha milliy o'quv dasturini 2026-yilgacha to'liq maktablarga joriy qilinsin degan va bu vazifani ijrosi o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Shermatovga yuklandi. Undan keyin Baxtiyor Saidovga yuklandi va o'sha paytda bu dastur joriy qilishi boshlangan edi. Ya'ni bu dastur mana o'sha Respublika ta'lim markazi o'sha paytda yig'ilib juda katta bir hujjat qilgan edi va bu hujjat bir qancha o'sha umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Undan keyin ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi degan tashkilot bor edi. Esingizda bo'lsa, o'sha tashkilotda bir necha marta muhokama qilindi. Oxiri bu tashkilot o'sha tasdiqlab, joriy qilishga ruxsat berdi va o'sha prezident farmoni chiqdi. Lekin undan keyin tushunarsiz bir jarayon boshlanib ketdi. Ya'ni o'sha dastur 1-2-yili joriy qilishi boshlandi. 1-2 yil ishladi. Undan keyin esa bu yoqda mana fin standartiga o'tamiz deyildi. Undan keyin Singapur degan gaplar kirib keldi va ko'chani tili bilan aytganda kashasi chiqib ketdi hamma yoqni. Ya'ni hozir mana bunaqa vaziyat bo'lyapti. Boshlang'ich sinflar bir tushunarsiz dastur asosida o'qiyapti. To'g'rog'i dastur ham yo'q ularda. Ularda darsliklar bor, lekin dastur yo'q. Ya'ni bu darsliklar qaysi dastur asosida qilingan? Bu dasturni kim tasdiqlagan? Masalan, men mutaxassis sifatida biron marta bu dasturni ko'rmadim-da. O'sha darsliklarga asos bo'lgan bir dasturni ko'rmadim. U dasturning o'zi tegi yo'q. Chunki bo'lsa shu paytgacha e'lon qilinardi. Ya'ni bu darsliklar hech qanaqa bir dastursiz, hech qanaqa nimasiz yaratilgan, asossiz yaratilgan. Keyin 5-6-sinflarga tabiiy fanlar bilan matematikaga Singapur darsliklarini o'tgan yili tarjima qilib joriy qilishdi. Mana endi qiziqda qarang, mana misol uchun o'zi har qanday fanni o'qitayotganingizda maktabda uzviylik degan tushuncha bo'lishi kerak-da. Ya'ni 2-sinfda o'tadigan narsangiz 1-sinfda o'tadigan narsangiz ustiga quriladi. Keyingi sinflar ham mana shunaqa ustiga qurilib ketaveradi. Endi tasavvur qiling, misol uchun mana matematika bir maktabda o'qitiladigan fundamental fanlardan bittasi va tabiiy fanlar. Bu ham yana bitta bir fundamental fan, ertaga bolani kim bo'lib chiqishiga juda katta ta'sir ko'rsatadigan fanlardan bittasidir. Boshlang'ich sinflarda butunlay bir tushunarsiz dastur asosida o'qiyapti-da, keyin 5-6ga kelganda Singapur dasturi asosida o'qiyapti-da. Singapur dasturi va darsligi o'sha Singapurni boshlang'ich sinfini darsligi dasturi ustiga qurilgan. To'g'rimi? Ya'ni o'sha Singapurdagi 5-6-sinf maktab bolasi o'qiydigan dastur va darslik Singapurdagi maktab bolasi 1-, 2-, 3-, 4-sinfda nimani bilishini hisobga olib qurilgan. Bizda esa o'sha 5-6 ni oldikda shundoq tarjima qilib maktabga berdik. Uni tegidagi narsa yo'q. Ya'ni bizdagi 1-, 4-sinflar butunlay boshqa narsani o'qib kelyapti. 5-6 ga kelganda boshqa narsani. Va 5-6 dan keyin 7 ga kelib esa yana boshqa narsani o'qib ketyapti-da. Ya'ni hamma sinflar har xil narsa bo'yicha o'qiyapti. Shuning uchun ham mana o'sha savolni juda ham to'g'ri qo'yapsiz. Standart bormi o'zi? Ya'ni baholash standartga bog'liq bo'lishi kerak. Lekin bizda o'sha standartni o'zi yo'q. Demak, endi standart yo'q ekan. Ular nima asosda testni tayyorlashyapti? Bizda ta'lim tizimimizda juda katta bir kamchiligi bor. Bizda baholash bilan shug'ullanadigan organlar ko'p-ku. Masalan, o'sha oldingi Davlat test markazi, hozirgi bilimlarni baholash agentligi, mana hozir o'sha CSBBS bilan joriy qilayotgan va pedagoglarning attestatsiyasi bilan shug'ullanadigan vazirlik ichidagi baholash markazi. Bularning hammasi baholash deganda ko'proq o'quvchi yoki talaba yoki abituriyent yoki o'qituvchi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha darslikdagi ma'lumotni qay darajada eslab qolganligini tushunadi-da. Qay darajada o'zlashtirgani, qay darajada miyasida qoldi shu ma'lumot. Ya'ni baholash deganda mana ular o'sha nimaga standart yo'q, shuning uchun testlar, baholash materiallari nima asosida qilinyapti? Shunchaki o'sha darslikdagi ma'lumotlar olinyapti-da, o'sha testga aylantirilyapti. Ya'ni o'quvchi qay darajada o'sha qo'lidagi darslikdagi materiallarni esda qoldi.
Lekin bu noto'g'ri yondashuv nimaga? Xalq ta'limi info nashri Shlayxerni o'tgan yili Avalon institutida bo'lgan konferensiyadagi nutqini o'zbek tiliga sun'iy intellekt yordamida tarjima qilib e'lon qildida. Va o'sha Shlayxer bir 35-40 minutlik adashmasam nutqida juda katta bir material borda. U endi bilasiz, PISA tadqiqoti u 90 dan ortiq davlatlarda o'tkaziladi va 20 yildan oshiq vaqtdan beri o'tkazilib kelinyapti. Ya'ni PISA tadqiqotining ortida juda katta bir ilmiy baza yotadi va bu ilmiy baza bizga nimani to'g'ri qilayotganimiz va nimani noto'g'ri qilayotganimiz haqida bizga juda yaxshi bir ilmiy asoslangan xulosalar bera oladi. Mana o'shanda Shlayxer aytyapti, bizda o'sha PISAdagi oxirgi qatnashishimiz bilasiz, 2022dagi qatnashganimizni natijalari 23-yilda chiqdi va 91 ta davlat qatnashgan bo'lsa, O'zbekistonning natijalari oxirgi 10 talikka kirdi. Ya'ni juda ham yomon natijalar. Yana bitta o'sha PISA natijalaridagi odamni bir juda ham xavotirga soladigan narsa bu mana PISA bilasiz, PISA 15 yashar bolani tekshiradi. Ya'ni bizning ta'lim tizimimizda bu 8 va ko'proq 9 sinflar. Ya'ni o'rta maktabni deyarli bitirish arafasidagi bolalar va mana PISAda o'sha 3 ta yo'nalish bo'yicha tekshiradigan bo'lsa, o'qish savodxonligi, ya'ni o'quvchi o'qigan ma'lumotini, matnni qay darajada tushunadi, tabiiy fanlar va matematika bo'ladigan bo'lsa, har bitta fan bo'yicha 6 ta daraja bor. Va 15 yashar bola uchun minimal daraja bu 2-daraja hisoblanadi. Ya'ni o'sha 2-daraja shu yoshdagi bola o'zlashtirishi kerak bo'lgan minimal bilim ko'nikmalarini bildiradi. Va o'sha 2022 yildagi PISA tadqiqotlarida shu narsa ko'rindiki, bizni o'sha tadqiqotda qatnashgan 15 yashar o'quvchilarimizni 60% hech qaysi mana shu 3 ta yo'nalishda hech qaysi biridan minimal 2-darajaga erishmagan. Ya'ni bu degani ularni 9 yillik maktab umri bekorga ketgan degani. Shlayxer o'sha xalq ta'limi info e'lon qilgan nutqida aytyapti. Sizlar deyapti, ta'lim tizimlaringda deyapti, faqat shu yodla qaytarishga e'tibor berasizlar. Ya'ni hozirgi aytganimda, ya'ni mana darslik olinyapti-da, o'sha darslikdagi ma'lumotni qay darajada eslab qolganligi test qilinyapti bolaga. Mana Shlayxer aytyapti, mana hozirgi sun'iy intellekt davrida deyapti, ertaga bola masalan o'sha maktabni bitirib institutga boradimi, mehnat bozoriga kirib keladimi, hozirgi dunyoda sun'iy intellekt bilan bellashadi. Mana bilasiz, sun'iy intellekt kirib kelyapti. Ma'lumotni eslab qolish borasida kompyuter bilan, sun'iy intellekt bilan, internet tizimlari bilan bellashish befoyda-da. Inson miyasi baribir buncha ma'lumotni eslab qola olmaydi. Eslab qolgan taqdirda ham tez qayta ishlab chiqarib bera olmaydi-da. Ya'ni ma'lumotni eslab qolish borasida biz deylik texnika bilan bellashishimiz befoyda. Biz boshqa narsada bellashishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ma'lumotni qay darajada biz tahlil qila olamiz. O'sha ma'lumotni asosida biz qay darajada muammolarga yechim taklif qila olamiz. O'sha ma'lumot asosida biz qay darajada yangi narsa yarata olamiz. Ya'ni inson mana shu narsada sun'iy intellekt bilan bellasha oladi. Boshqa ma'lumotni eslab qolish borasida bellasha olmaydi-da. Bizning ta'lim tizimimiz faqat shu ma'lumotni yodlatish bolaga va uni qaytartirishga asoslanyapti. CSB, BSBlar ham o'sha darslik asosida tuzilyapti-da. Bola darslikdagi ma'lumotni qay darajada eslab qoldi, qay darajada yodlab qoldi. Ya'ni butun tizimni mana bitta narsa borda, qarang, baholashni ta'lim tizimini boshqarish xususiyati bor baholashda. Qanaqa qilib? Abituriyentlarni kuzatgan bo'lsangiz, abituriyentlar nima qiladi? Abituriyent faqat shu qaysi fandan test topshirish kerak bo'lsa, shu fanga e'tiborni qaratadi, to'g'rimi? Boshqa fanlarni yig'ishtirib qo'yadi va testda nima so'ralsa shuni o'rganadi. Mana shu baholashni ta'lim jarayonini boshqarishga bitta misol. Ya'ni baholash signal beradi o'quvchiga ham, o'qituvchiga ham nima muhim, nima muhim emasligi to'g'risida. Va o'qituvchilar ham nima baholansa, nima so'ralsa ulardan shu narsaga e'tiborni qaratadi, qolgan narsani yig'ishtiradi. Deylik, biz aytishimiz mumkin, ona tili ta'limining maqsadi deylik o'quvchida fikrni tushunish, fikrni ravon yetkazish, matn yarata olish degan maqsadlarni qo'yishimiz mumkin, yoki adabiyot fanini maktabdagi vazifasi deylik matnni tahlil qilish, badiiy matnni tushunish, badiiy matnga baho berish degan bir chiroyli maqsadlar qo'yishimiz mumkin-da, lekin imtihonga borganda siz misol uchun ona tilidan
ega nima, kesim nima, adabiyotdan falonchi shoir qachon tug'ilgan, pistonchi qahramon qanaqa kiyimda bo'lgan degan bir faqat xotirani tekshiradigan savollarni beradigan bo'lsangiz, o'quvchi ham o'qituvchi ham faqat xotirani mashq qiladigan bo'ladi. Faqat shu darslikdagi ma'lumotni bolaga yodlatadigan bo'ladi. Bola ham faqat shu darslikdagi ma'lumotni yodlaydigan bo'ladi. Chunki u biladiki, ertaga unga faqat shu asosda baho berishadi. Uni deylik tahlil qilish, uni bir fikrlash, uni bir deylik yangi narsa yaratish, muammoga yechim topish ko'nikmasini hech kim baholamagandan keyin u bu ko'nikmalarga e'tibor bermaydi-da. Ya'ni biz o'sha mana shu baholash orqali faqat qo'lidan ma'lumotni yodlash va qaytarish keladigan bir robotga o'xshagan avlodni shakllantiramiz. Ta'lim tizimiga va jamiyatga noto'g'ri signal berish orqali butun boshli bir davlatni ham kelajagiga bolta urishi mumkin bo'lgan narsa-da. Shuning uchun baholash tizimini to'g'ri qo'yish juda ham muhim. Kembel qonuni degan tushuncha bor-da, bu jamiyatshunoslikda, o'sha ijtimoiy fanlarda shunaqa tushuncha bor. Ya'ni siz bitta mezonga haddan tashqari ko'p e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, o'sha mezon atrofdagi hamma narsani buzadi. Masalan, misol uchun qarang-da, deylik xodimingizni o'sha oyligini deylik faqat ishga kelib ketish vaqtiga bog'laydigan bo'lsangiz, misol uchun faqat shu mezon asosiy bo'lsa, boshqa mezonlarni chetga surib qo'ysangiz va faqat shunga e'tibor qaratadigan bo'lsa, u nima qiladi? Vaqtida keladi, kerak bo'lsa vaqtdan oldin keladi. Vaqtida ketadi, kerak bo'lsa vaqtdan keyin ketadi, lekin o'rtada hech narsa qilmaydi. Chunki asosiy mezon qilib shuni olyapsiz-da, faqat vaqtni olyapsiz. Ya'ni u kelsa, o'sha vaqt o'tsa bo'ldi unga, to'g'rimi? Yoki misol uchun mana juda ko'p holatlarda masalan qaysidir bir mezonni asosiy qilib olishsa bo'ldi, o'sha mezon ko'zbo'yamachilikka aylanadi. Ya'ni bu ham o'sha Kembel qonunini bitta ko'rinishi, ishlashini bitta ko'rinishida va mana shu o'quvchilarni CSB, BSBdagi natijalari maktabga, maktabni faoliyatiga baho berish uchun bir mezon qilib olinganda hozir. Va bunda endi mana boshqa masalalar kelib chiqyapti-da. O'sha maktabdagi o'zlashtirish shunga qarab belgilangandan keyin nima qiladi maktab? Mana endi boyagi Kembel qonuni ishga tushadi-da, ya'ni maktabni baholash mezoni shu bo'lgandan keyin mana maktab direktoriga ustama beriladi shu bo'yicha, zavodiga, o'sha o'qituvchilarga ustama beriladi. Ularning asosiy maqsadi nima bo'lyapti? Ularning asosiy maqsadi o'sha CSB, BSB natijalari yaxshi bo'lsin. Tushib ketmasin. Shuning uchun nima qilinadi? O'sha kerak bo'lsa ko'chirishga imkon beriladi, kerak bo'lsa oldindan yodlattiriladi. Kerak bo'lsa o'sha misol uchun hech kim nazorat qilmayotgan bo'lsa, bir yaxshi biladigan o'quvchimi, hatto o'qituvchimi o'sha testlarni yechib beradi. Chunki mana vazirlik misol uchun o'sha 1,5 mingta maktabni ertaga misol uchun agar bu ko'proq maktabga joriy qilinadigan bo'lsa, o'sha maktablarning har biriga borib tepasiga qorovul qo'ya olmaydi-ku, to'g'rimi? Buni imkoni ham yo'q va buni keragi ham yo'q. Shunday ekan, demak ular nima qiladi? O'sha ma'lumotlarni soxtalashtirishni boshlaydi, chunki ularga bu narsa kerak. Boyagi CSB, BSBga bog'lab qo'ydingizmi, boyagi hamma ko'rsatkichlaringizni, maktabni faoliyatiga baho berishni, mana o'sha o'quvchini semestr chorak oxiridagi chiqadigan bahosi ham 90% CSB, BSBdan keladi. Mezonlar shunga bog'lab qo'yilgandan keyin bu ko'rsatkichlarni sun'iy ravishda yaxshilash boshlanadi. Mana shu podkastimizni biz tashkil etishimizga ham menda o'zi 3 ta o'zim ota-ona sifatida ko'rgan 3 ta muammo sabab bo'lganda, to'g'risi. Birinchi sababi ustozlarni o'zlari javob kalitlarini berishga majbur bo'layotgani. Ikkinchisi test javoblari internet bo'ylab tarqab ketayotgani va uchinchisi global muammo deb qarash kerak. Ya'ni o'sha testni yechayotganda o'quvchilarga telefondan foydalanishga ruxsat berilayotgani va ular ChatGPT dan foydalanib testni yechayotgani. Men buni ota-onalardan, o'zimning tengdoshlarimdan, o'zim ijtimoiy tarmoq sahifalarimda va bir nechta guruhlarda so'rovnoma ham o'tkazdim va shu so'rovnomada afsuski haqqoniy o'tmayotgani, ko'zbo'yamachilik asosida o'tayotgani haqidagi messenjlarni oldim. Mana qarangda, men o'tgan yili o'sha shu muammo juda ham bir dolzarb masala sifatida ko'tarilganda, bir mana o'sha o'qituvchilar bilan, maktab direktorlari bilan gaplashgandim va o'sha gazeta o'zida juda katta bir maqolam chiqqandi shu masala bo'yicha va u yerdagi juda ko'p o'sha fikrlarni keltirganman, o'sha men gaplashgan maktab o'qituvchilari, ota-onalar, direktorlarni. Endi ular bilasiz, bizning tizimda ko'pchilik haqiqiy ismini berishni xohlamaydi, shuning uchun ko'pi anonim tarzda ketgan. Men gaplashgan ota-onalardan bittasi emas, bir nechtasi mana shu fikrni aytdi.
tizim deyapti, shunaqa qurilganki, bu yaxshi o'quvchilarni jazolaydi, yomon o'quvchilarni rag'batlantiradi. Masalan, sizni farzandingiz va sinfdoshi, misol uchun, farzandingiz ko'chirmasdan o'zini kuchi bilan 4 olsa-da, kimdir ko'chirib 5 olsa, bir marta xo'p, farzandingiz o'ylar, "Men o'zimni kuchim bilan oldim" deb. Ikkinchi marta ham shu holat takrorlansa, u ertaga u ham ko'chirishga o'tadi. yoki ajralib qoladi sinfdan. Yo ajralib qoladi yoki ko'chirishga o'tadi. Ko'proq holatda ko'chirishga o'tadi. Nimaga? Chunki baribir bola uchun baho ham qandaydir motivatsiya funksiyasini bajaradi-da, va ota-onasi ham, misol uchun siz ota-ona sifatida aytishingiz mumkin. Nimaga bahoying bunaqa 4 bo'lib ketdi yoki 3 bo'lib ketdi? Keyin u ertaga nima qiladi? Mana hamma sinfdoshlaring 5 olibsa, sen bittasini 4 olibsan deysiz va ertaga u ham keyin ko'chirishga o'tadi. Ya'ni bolani o'qishga motivatsiyasi o'lyapti. Bola faqat shu o'sha bitta CSB, BSBdan ikkinchi CSB, BSBgacha amallab yetib olsa va CSB o'sha yetib olganda, shu CSB, BSBga yetib olganda o'qituvchilarni o'zi ko'chirtiradi, oldindan javoblarni beradi, telefon ishlatishga ruxsat beradi, kitob ishlatishga ruxsat beradi. Ya'ni o'tib oladi, bu muammo emas. Ya'ni hamma sharoit shunaqa qilinadi. Maktab ta'limida faqat natija emas, jarayonni o'zi ham muhimda. Ya'ni natija deganda o'quvchi nimani o'zlashtirdi, nimani bildi emas. Shuni qanaqa o'zlashtirdi, qanaqa bildi, mana shu narsa ham muhim. Nimaga? Chunki qarang, maktabni yana juda ham muhim funksiyasi bu o'rganishni o'rgatish. Mana dunyo juda ham tez o'zgaryapti. Mana aytyapmiz, mana sun'iy intellekt, boshqa masalan, hozirgi deylik 5-6-sinfdagi bola 11-sinfga borib maktabni bitirganda dunyo qanaqa bo'lishini men ham siz ham ko'pchilik aniq tasavvur qila olmaydi. Qaysi kasblar kerak bo'ladi, qaysi kasblar kerak bo'lmaydi, qaysi bilimlar kerak bo'ladi, qaysi bilimlar kerak bo'lmaydi. Biz buni bilmaymiz. Juda ham tez o'zgarayotgan dunyoda bolalar o'sha muvaffaqiyatli bo'lishi, yashab qolishi uchun muhim bo'lgan ko'nikma o'rganishni bilish. Ko'chirtirish aslida o'qituvchini qadriyatiga zid narsa, to'g'rimi? Prinsipiga zid narsa. Afsus, o'qituvchilarni shunga majbur qilyapmiz biz. Studiyamizga men o'zi bitta o'qituvchini taklif etgandim, maktab jarayonida siz gapirib berasiz deb. Afsuski, o'zi u o'qituvchini ham zo'rg'a topuvdim. Men 15-20 talab o'qituvchidan iltimos qildim, siz bizga chiqib gapiring deb. Ular o'zi ta'lim tizimiga qarshi fikr bildirishga qo'rqishdi menimcha, va bittagina ustozni topuvdim, u ham ertalab tomog'im og'rib qoldi degan bahona bilan kelishni rad etdi. Nima demoqchiman? O'qituvchilar menimcha ularning dardi ichida. Nima majbur qilyapti ularni? Oxirgi bir necha yilda ta'lim tizimi shunaqa bo'ldiki, butun bir tizim ko'zbo'yamachilik ustiga qurilyapti, bir-birini aldash ustiga qurilyapti, bir-birini emas, to'g'rog'i men hatto boshqacha aytgan bo'lardim, bitta odamni aldash. Hammamiz tushunib turibmiz kimni aldash, maqsad kimni aldash ekanligini. Butun maqsad chiroyli kartinani yaratish ustiga qurilyapti-da, ya'ni butun tizim shuni ustiga qurilyapti va bu chiroyli kartinani buzishi mumkin bo'lgan har qanday fikr bo'g'ilyapti. Mana o'sha CSB, BSB masalasida ham, misol uchun o'tgan yil o'qituvchilar juda ko'p nima qilishdi-da, lekin bu fikrlar ham bostirildi. Yoki misol uchun mana ota-onalar petitsiya e'lon qildi-ku, shunaqa holatlar bo'ldiki, vazirlik tomonidan o'sha petitsiyaga qarshi fikr bildiringlar deb o'qituvchilar majburlandi. Ya'ni o'sha hammasi nima, o'sha boyagi chiroyli yasama kartinani buzib qo'ymaslik. O'qituvchilar ham endi oyligidan, ishidan ajralib qolmasligi uchun qaytarib olish emasligiganda. Men nazarimda bu kengroq muammo. Biz oxirgi 2-3 yilda o'qituvchilarni mute qilib qo'ydik. Ya'ni fikrni ayta olmaydigan, aksar holatda fikrni ayta olmaydigan qo'rqoq bir qatlam qilib qo'ydik va buni ta'siri ertaga juda yomon bo'ladi. Nimaga? Chunki bilasizmi nimaga? Bu o'qituvchilar kelajak avlodni tarbiyalaydi va kelajak avlodni qanaqa bo'lishi ko'p holda o'qituvchiga bog'liq. Mute, bir o'zini fikrini ayta olmaydigan, o'zini fikrini bir dadil bir yetkaza olmaydigan o'qituvchilar qatlami ertaga xuddi shunday bir mute avlodni tarbiyalaydi va bu juda ham yomon narsa. Demak, CSB va BSBlardagi natijalar tushib ketishi o'qituvchiga qanaqa salbiy ta'siri bor? Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Maktablarga beriladigan ustamalar, o'qituvchilarga beriladigan ustamalar mana shu CSB, BSB natijasiga bog'lab qo'yilgan. Ya'ni baribir har qanday maktab direktori ertaga deylik qandaydir vazirlikda yoki boshqarmalarda majlis bo'lganda uni turg'izib, nimaga natijang bunaqa deb qizartirmasligi uchun, gap eshitmasligi uchun, joyini saqlab qolishi uchun CSB, BSB natijalarini yaxshilashga harakat qiladi. To'g'ri yo'l bilan yaxshilash emas, ya'ni ta'lim tizimini to'g'ri
qurib qo'yish bilan yaxshilash emas, mana bunaqa yo'l bilan yaxshilashga harakat qiladi. Ya'ni ko'chirtirish boshqa yo'l bilan. Va tabiiyki, u endi kelib o'qituvchilarni ham shu ishga siz to'g'ri aytyapsiz. Mana boyagi ko'chirtirish, ko'zbo'yamachilik aslida bir normal bir o'zini qadrlaydigan pedagog qadriyatiga zid bo'lgan narsa-da. Lekin ular shu tizimni ichiga solib qo'yilgan. Ular majbur shu narsani qilishga va aksar holatda shuni ishni qiladi. O'qituvchilarga ta'siri o'sha butun tizim ko'zbo'yamachilikka qurilgandan keyin o'qituvchi ham shu ko'zbo'yamachilikni bitta mexanizmiga aylanishga majbur bo'ladi. Boya aytdik, baholash tizimi o'zi kerak. Agar CSB va BSBni almashtirish kerak bo'lsa, siz qanaqa metodni yoki tizimni tavsiya etgan bo'lardingiz? Baholash o'zini funksiyasini to'g'ri bajarishi uchun mana bitta narsani farqlashimiz kerakda. Mana ta'lim tizimida mana boya aytdim, faqat natija emas, jarayon muhimdir. Jarayon uchun formativ baholash muhim. Ya'ni formativ baholash degani bu o'sha o'qituvchini kundalik o'sha keyingi qadamini belgilash uchun o'tkazadigan baholashi. Bu rasmiy baholash shaklida bo'lishi shart emas. Ta'lim uchun juda ham muhim bo'lgan narsa. Nimaga? Chunki siz o'sha baholash asosida, mana o'qituvchi bo'lsangiz, siz o'sha baholash asosida keyingi qadamingizni belgilaysiz va o'quvchi ham o'zini keyingi qadamini belgilaydi. Masalan, o'quvchilaringizni probellarni ko'rasiz. Shu ya'ni bo'shliqlarni to'ldirishga harakat qilasiz. O'quvchi ham o'zini bo'shliqlarini ko'radi. Ya'ni boya aytdim-ku, maktabning asosiy vazifalaridan bittasi o'rganishni o'rgatishdir. Va formativ baholash mana shu o'rganishni o'rgatishga xizmat qiladi. Hozirgi CSB, BSB tizimi esa formativ baholashni rolini umuman yo'qqa chiqaradi. Shu jihatdan u butun jarayonni izdan chiqaradi. Formativ baholash jarayon uchun muhim. Natija esa mana to'g'ri biz bilishimiz kerak. Masalan, ta'lim tizimi qay darajada yaxshi ishlayapti, qay darajada boyagi standartga qo'yilgan maqsadlarga erishilyapti. Lekin buning uchun birinchi navbatda o'zi standartda o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni darslik teng standart emas. Shu narsani tushunishimiz kerak. Va birinchi navbatda normal standartlar bo'lishi kerak. Va o'sha standartlar bo'lgandan keyin, misol uchun deylik, mana hozirgi CSB, BSB o'zi mohiyatan tashqi baholashda, chunki mana vazirlik testlarni tuzib beryapti, maktab o'tkazyapti yoki vazirlikdan ba'zan o'sha vakillar kelib tepasida turib o'tkazib oladi. Tashqi baholash tizimi uchun kerak, lekin tashqi baholash juda ham ko'p bo'lmasligi kerak. Masalan, mana Finlandiyada tashqi baholash faqat bir marta bo'ladi. Bola maktabni bitirayotganda bo'ladi. Amerikada tashqi baholash 4-8 sinfning oxirida bo'ladi va maktabni bitirayotganda. Britaniyada ham tashqi baholash o'sha ta'lim tizimini bosqichlari bor-ku. Boshlang'ich sinf, o'rta maktab, yuqori sinflar o'sha bosqich tugaganda bo'ladi. Xo'p, bizga ma'lumot kerak bo'lsa, biz mayli ana boringki, har yilning oxirida qiling shu narsani. Ya'ni yilning oxirida borib o'sha qanaqadir o'sha vazirlik tuzgan imtihon materiallari asosida deylik o'sha bolalarni imtihon qiling, ko'ring. Lekin o'rtada o'sha jarayon baribir o'qituvchining ixtiyorida bo'lishi kerak-da. Misol uchun siz ko'chaga chiqqaningizda qaysidir manzilga yetib borishingiz kerak bo'lsa, siz oxirgi nuqtani belgilaysiz, o'sha haydovchi yo'ldagi vaziyatga qarab turib o'zi kerakli manzilga olib borib qo'yadi, to'g'rimi? Siz masalan har qadamda bu yoqqa buril deydi, aralashaversangiz jarayon yurmaydi-da. Bu ham shunga o'xshagan holatda. Ya'ni o'sha o'qituvchi bu yerda jarayonni boshqaradigan shaxs sifatida agar u bilsa, misol uchun jarayonni qaysidir nuqtasiga borganda tashqi nazorat bo'ladi. Ya'ni tashqaridan kelib kimdir o'sha inspeksiya bo'ladimi, bu vazirlik o'zi bo'ladimi, boshqa bir tashqi organ bo'ladimi, kelib o'sha baholashni o'tkazadi. O'qituvchi qo'lida aniq standartlar bo'lishi kerak va bu standart o'qituvchi biladi. Men deylik yilning oxirida yoki masalan boshlang'ich sinfning oxirida yoki falon bir davrning oxirida mana shu natijalar bo'yicha javob beraman. Bolalarim mana shu natijani ko'rsatish kerak bo'ladi. Demak, u butun o'sha o'rtadagi jarayonni shunga moslashtirib tuzadi-da. Tizim shunaqa bo'lishi kerak. Tashqi baholash nari borsa 1 yilda bir marta bo'lishi mumkin, yilning oxirida. Orada hadeb tashqi baholash kerak emas. Orada jarayonni o'qituvchini o'ziga qo'yib berish. O'qituvchini o'z holiga qo'yishimiz kerak. O'qituvchini o'z holiga qo'yish kerak. Mana PISAda yuqori natija ko'rsatadigan davlatlar bor. Har doim yuqori o'rinlarga bo'ladigan davlatlar. O'sha Singapur ham, Kanada, deylik Finlandiya, Estoniya yaxshi natija ko'rsatadigan davlatlarni bitta umumiy bog'laydigan jihatlari ko'p. Shulardan bittasi bu o'qituvchiga va maktabga ishonch. Ya'ni vazirlik hadeb maktabning ichiga, o'qituvchining ichiga aralashmaydi. Ularga o'sha ishonch berilgan, ular shu jarayonning egasi. O'sha boyaga aytganimdek tashqi baholash o'sha
balkim o'sha butun bir maktab davrini oxirida bo'lar, balkim muhim nuqtalarda bo'lar, balkim boringki ana har sinf yilni oxirida bo'lar. Lekin o'rtadagi jarayonga o'qituvchi maktabni o'zi javob beradi, chunki ular shu narsaga mutaxassis. Mana xusus deylik, og'rib shifokorga borsangiz, shifokorga o'rgatmaysiz-ku nimani, sizga qanaqa muolaja qilishni, nima qilishni shifokor bilib qiladi bu narsani. Nimaga biz misol uchun shifokorga, haydovchiga, quruvchiga ishonamizda, o'qituvchiga ishonmasligimiz kerak? O'qituvchi ham, u ham mutaxassis, u ham o'sha 4 yil, 5 yil, 6 yil shu sohada o'qigan. Ishonmaydigan bo'lsak, unda yig'ishtirib qo'ya qolish kerak-da bu jarayonni. Yana bitta narsada qarang, vazirlikni juda katta argumenti, mana biz maktablar orasidagi baholarni taqqoslay olmay qolamiz. Tashqi nazorat har yilimi, har nechidir yilda bir marta bo'lganda, o'sha olinadigan informatsiya, ma'lumot yetadi o'sha maktablarni taqqoslash uchun. Sizda misol uchun har bobni yoki har chorakni oxirida taqqoslash uchun ma'lumot kerak emas. Buncha ma'lumot bilan vazirlik baribir hech narsa qilmaydi. Realda mana shu ma'lumotlar yig'iladi, baribir qayerdadir qolib ketadi. Hech kim bu ma'lumotlarni ishlatmayapti. Shu paytgacha masalan biron marta o'sha CSB, BSB natijalar tahlil qilib, vazirlik biron bir hisobot berganini ko'rganim yo'q-da. Misol uchun mana bu joylarda bizada ta'lim tizimida oqsash bor ekan, mana bu joylarda yutuq bor ekan, mana bunaqa ish qilishimiz kerak degan tahliliy bir narsalar qilgani yo'q-da. Vazirlikka ham kerak emas, hech kimga kerak emas u narsa. Shuning uchun ta'lim jarayonini o'z holiga qo'yib berish kerak, o'zini asl egalariga berish kerak u jarayonni. Ba'zi o'qituvchilar aytadi, biz deydi, mana hozir o'sha CSB, BSB natijalarini olib, kompyuterga kirit, qog'oziga kirit, bunaqasi ko'ndalanga hisobla, bunaqasiga hisobla, ya'ni o'sha bitta CSB, BSBni orqasidan deydi, bir 10 xil jadval to'ldiramiz deydi. Va bu o'qituvchilarni asabiy qilib ham qo'ymoqda, menimcha. Asabiy qilish tabiiy, chunki ishingiz ortiqcha qilyapsiz-da. Siz u inson shunaqa mavjudotki, u o'ziga masalan ortiqcha yuk bo'lsa, ortiqcha ish bo'lsa, baribir asabiylashadi. Mana shuni tekshirishga ketgan vaqtini, shuni o'tkazishga ketgan vaqtini o'qituvchilar o'z ustida ishlashga, pedagogik mahoratini oshirishga, dam olishga, vaqtida dam ham olishi kerak. Chunki ertaga o'quvchilarga u yaxshi kayfiyatda, nima deydi, tetik holatda auditoriyaga kirishi kerak. Siz aytgandek, bu vaqtini misol uchun kitob o'qishga, bolalar bilan ishlashga, boringki ana dam olishga sarflashi mumkin edi-ku, to'g'rimi? Uzr gapingiz bo'ldi. Mutasaddilarni chiqishlarini kuzatdim. Ular aytyaptiki, baribir deydi, bizda 6 million o'quvchi bor va bu 6 million o'quvchi degani 12 million ota-ona degani. Va tabiiyki, ularda qarama-qarshiliklar bo'ladi, noroziliklar bo'ladi. Yangi o'rnatilgan tizim albatta kamchiliksiz bo'lmaydi. Biz bosqichma-bosqich bu kamchiliklarni bartaraf etib ketamiz. Vaqt kerak degan tushunchalarni aytishyapti. O'qituvchini subyektiv bahosi emas, biz O'zbekiston bo'yicha bitta tarozini qo'yib berdik. O'sha tarozi bo'yicha o'lchaymiz endi bolalarni o'zlashtirishini degan sabablarni ko'rsatishyapti. Bu noto'g'ri fikr. Birinchidan mana boya aytdik, qarang, sizga mana har bitta chorak, har bitta bobni oxirida tarozi kerak emas-da. U tarozi ma'lum bir kattaroq nuqtalarda kerak. Ular aytayotgan vaqt yetib kelguncha biz bu avlodni yo'qotmaymizmi? Biz bolalarni yolg'onga o'rgatyapmiz. Ertaga yolg'onga, soxtakorlikka o'rganadi, buni normal deb qabul qiladi va ertaga o'sha ishga borganda ham, jamiyatda bir to'laqonli a'zosi, katta a'zosi bo'lganda ham shu narsani qiladigan bo'ladi. Bu degani demak hech qachon rivojlanish bo'lmaydi bizda, faqat o'zimiz aldab yurib. Yoki ikkinchi holat bo'ladi, agar bola bu narsani qabul qila olmasa, u jamiyatdan ajralib qoladi. Va mana shu ikkita qarama-qarshilik o'rtasida bir o'zini o'zi ichidan kemirib yashashga majbur bo'ladi. CSB, BSB tizimi fundamental noto'g'ri bir qurilganda, ya'ni ilmiy jihatdan u o'sha baholashni prinsiplarini, mana baholash ham bu ilmda, baholashni o'zini prinsiplari bor, o'zini bir qonuniyatlari bor, o'zini vazifalari bor. O'sha narsalar hisobga olinmay qilingan. Ya'ni bu mayda-chuyda kamchiliklarni to'g'rilash bilan to'g'rilanadigan tizim emas-da, chunki u fundamental noto'g'ri tizim. Ya'ni uni tagidagi fundamenti noto'g'ri, uni tagida ilm yo'q. Undan voz kechib normal ishlaydigan tizim qilish kerak. Boyagi o'sha ota-onalarning noroziligi, o'qituvchilarning noroziligi, bolalarni ichidagi sabotaj, ya'ni sabotaj qaysi ma'noda? Endi bola o'quvchi sabotajni ochiq bildira olmaydi, lekin boyagi o'sha ko'chirib berishi, boshqa qilishi bilan hammasi o'sha ko'rinmas sabotajda aslida. Ya'ni bolalarni o'sha tizimga nisbatan sabotaji vazirlik ignor qilyapti, chunki u vazirlik yasamoqchi bo'lgan chiroyli kartinaga xalaqit beryapti. O'sha mutasaddilarga savol berilgan. Ko'chirmachilik bo'lyapti, savollar tarqalib ketyapti degan, nima deysiz bunga deyishganida ular aytyaptiki, 10% bo'ladi shunaqa.
bu o'qituvchini endi vijdoniga havola deyapti. O'qituvchi vijdonan ishlashi uchun yo'l qo'yib berilyaptimi o'zi aslida? Har qanday muammoni to'g'rilashning birinchi qadami muammoni tan olish. Har qanday kasallikni davolashning birinchi qadami kasallikka to'g'ri tashxis qo'yish. Bu yerda birinchi navbatda CSBBS bu muammo ekanligini shunchaki tan olish kerak. Lekin afsuski men bitta narsadan xavotirim bor. Mana bu tizimni o'sha tepaga ko'tar qilib olib chiqqanlar endi bu tizimni muammo ekanligini tan olishni xohlashmaydi. Chunki tan olishsa javob berish borda, bilmaganmiding bu tizimni muammo ekanligini degan bir savol bo'lishi mumkin. Shuning uchun bilmadim. Biz hozir qanaqadir bir yopiq anaqaga kelib qoldikda zanjirga. Kimdir o'sha yurak yutib, uzr mana bu joylarda biz adashgan ekanmiz, bu tizim mana bunaqa ishlamas ekan degan bir narsani ayta olsagina nimadir o'zgarish bo'ladi. Ungacha hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Misol uchun mana o'sha PISA tadqiqotlarida qatnashdik, natijalari bo'yicha hech qanaqa chora ko'rmadik. To'g'rog'i chora ko'rmadik emas, PISA tavsiya qilgan narsani teskarisini qilyapmiz. Masalan, PISA aytadi, o'qituvchilarga ko'proq erkinlik bergan ta'lim tizimlari yaxshi ishlaydi deyapti, biz teskarisini qilyapmiz, o'qituvchini tobora bo'g'yapmiz. Masalan, Shlayxer aytyapti, biz maktabni vazifasi bolani yodlatish emas, ertaga bular sun'iy intellekt asrida keyin jamiyatda yasholmaydi, u raqobatbardosh bo'lolmaydi deyapti. Biz faqat shu yodlash, baholashni faqat yodlab qaytartirishga urg'u beryapmiz. Ya'ni ilm fan nima desa shuni teskarisini qilyapmiz-da biz. Va maqsad faqat shu chiroyli kartina yasash bo'lyapti. Qaror qabul qiluvchilarga aytmoqchi bo'lgan narsam, iltimos soxta kartina yasashni to'xtatinglar. To'g'ri, bu hozir sizni mansabda turishingiz uchun, mansabda ko'tarilishingiz uchun shu soxta kartina balkim kerakdir, lekin siz mana shu ishingiz bilan nafaqat ta'limga, balkim bu jamiyat kelajagiga zarba berayotganligingizni bir menimcha o'ylab ko'rsangiz yaxshi bo'lardi. O'qituvchilar nomidan shu muammo borligini ko'rsatish va bu muammoni turli ijtimoiy oqibatlari kelib chiqayotgani, har bitta oilada bo'layotgani, ota-onalarni ham bu jarayon qiynayotganini ko'rsatib qo'yish edi. Mazmunli suhbatingiz uchun, kelganingiz uchun suhbatimizga sizga kattakon rahmat. O'ylaymizki, biz muammo borligini ko'rsata oldik va endi bu yog'iga mutasaddilar bu fikrimizni eshitishadi va shunga qarab qanaqadir choralarni qo'llaydi degan umiddamiz. Rahmat, kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat.